Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana men O'rol Husan Jamshidovich. Meni tanimaganlar uchun yoki meni birinchi marta ko'rayotganlar uchun 10 yillik tajribaga ega O'rol Anvrol Mirzayev Husan Jamshidovichman. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan qaysi temani gaplashamiz? Ya'ni hozirgi vaqtda aktual bo'lgan o'g'il farzand ko'rish temasi bo'yicha gaplashamiz. Ko'p mana bemorlarimiz keladi. 2 ta qizim bor, 3 ta qizim bor, o'g'il qilsak bo'ladimi? Qanday qilsak bo'ladi? Shuni men bugun sizlarga mana o'zimiz meditsina tarafdan 99% ga oshirish yo'llarini o'rgataman. Kelinglar, o'g'il farzand ko'rishni chetga surib turamiz. Hozir erkak va ayol kishining biologik tuzilishi haqida gaplashib, keyin yana o'zimiz temamizga qaytamiz. Bunda erkak kishining hujayralari nimalardan iborat, ayol kishining tuxum hujayralari qanaqa hujayralardan iboratligini gaplashamiz. Erkak kishining hujayralari, ya'ni spermatozoidi X va Y xromosomidan ega bo'ladi. Ayol kishining hujayrasi esa XX xromosomiga ega bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha o'g'il farzand ko'rish yo'lida erkak kishi javobgar bo'ladi bu narsaga. Chunki erkak kishining hujayralarida X va Y xromosomidan iborat bo'ladi. Nega ko'p oilalarda qiz farzand ko'p, o'g'il farzand kamroq? Nimaga o'zi o'g'il farzand bo'ladi, nimaga o'zi qiz farzand bo'ladi? Bunda masalan ayol hujayrasida paydo bo'ladigan XX xromosomi chiqadi, erkak kishining spermasidan esa XY. Bunda misol erkak kishi bilan ayol kishining tuxum hujayrasi ko'rishgan paytida X xromosomi qo'shilsa agar ayol kishining tuxum hujayrasi bilan qiz bola tug'iladi. Agar Y xromosomi qo'shilsa agar o'g'il farzand bo'ladi. Bunda nima uchun qiz ko'p, nima uchun o'g'il ko'p desalaringiz, X xromosomi, ya'ni qiz bola nimjonroq bo'ladi, tez harakat qilmaydi, lekin ko'p yashaydi. Y xromosomi esa tez harakat qiladi, lekin kam yashaydi, ya'ni 1 kun, 2 kun yashashi mumkin. Shuning uchun ko'pincha o'g'il farzand bo'lishi uchun ovulyatsiyadan keyin o'sha paytdagi nimani biza ovulyatsiya bo'ldi, 12 soat ichida aloqa qilinglar deb aytamiz. Ya'ni o'g'il farzandga o'sha payt ehtimoli ko'proq bo'lgani uchun. Endi ovqatlanish haqida, ya'ni естественный ozuqadan qaysi xromosomalarni ko'paytirish yo'llarini o'rganamiz. Ya'ni X xromosomani ko'paytirish uchun bizga kalsiy va magniy va sut mahsulotlari ko'proq X xromosomaga kuch-quvvat beradi. Shunda bizda ko'proq qiz bo'ladi. Y xromosomani kuchaytirish, ya'ni ko'paytirishda eng tabiiy mahsulotlardan biri kartoshka, qovoq, baliq, go'sht mahsulotlari ko'pincha Y xromosomani kuchaytirishga yordam beradi. Ya'ni o'g'il farzandga bo'lishiga ko'proq foyda beradigan mahsulotlar shular. Xulosa qilib shunday deymanki, ya'ni yaxshi dam olish, tabiiy ozuqlardan ovqatlanish, ya'ni fast foodlardan, boshqa tez pishadigan ovqatlardan qochib, tabiiy ovqatlar bilan ko'proq oziqlangan hisobiga o'g'il farzandni ko'payadi. Agar mana shu tavsiyalarimiz yordam bermagan bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin. To'liq tekshirib, to'g'ri diagnoz qo'yib, davolab beramiz.